Danışman ve onun şagirdleri. Sevimli küçük dostlar, dadanglar pul verip, nersi gerek seytiveling dese, sizlar nemi seytivagan bolatdinglar? Navada bu sizlarning aql parastinglarni sinaydigan sınaq bo'lib qolsa-chi? Ondaqda biz danışman bovayning ikki shogirdining nemi seytivaganligini ko'rib boqaylik. Ular mushu shaharning go'zal manzarali bir gezisidagi mo'no uyda yashaydi. Danışman bovay hozir shogirdlarni sinash uchun ularga pul bermoqda. Sizlarning mening qo'limda ilm hikmat o'rganayotganinglarga hashpashtigacha necha yil bo'lib qopti. O'rganilganni o'rganib kamolatga yetdinglar. Lekin o'rganganda amaliyot ishlatalamsizlar yo'q. Buni sinash uchun bugun men sizlarga bir vazifa topshirmoqchiman. Men sizlarning har biringlarga 1 tangadan pul beraman. Sizlar bu 1 tanga pulni elib bozorga beringlar. Ondan mushu 1 tanga pulga bizning mushu bir eg'iz uy liq to'shqidek bir narsa setib elib kelinglar. Ustoz, unda qilmay ozroq pul qo'shib bering ha. Sizda pul degan eshib turadi-ku. Uni ustiga siz bergan bu 1 tanga pulga aron 10 dan keladigan tursa, qandoqmi bu bir eg'iz uyni to'shqizgidek narsa setib olg'ili bo'lsin? Agar kallanglarni ishiltadiganlar bo'lsanglar, bu 1 tanga pulga uningdimi ko'p narsalarni setib ola olasizlar. Aka, ustoz bayi dedi-ku. Bu biz uchun bir amaliy sinoq. Shundaq tursa, ustozdan yana pul talab qilganing nimasi? Men bunda qil deb qo'ydim shu. Amsa, yura, biz mangayli. Shundaq bo'lsin amsa. Men sizlarning bugun kashkirgacha aqlinglarni ishlatib, yaxshi narsalarni setib olishinglarni umid qilaman. Ular manga oxiri bozorga yetib ketdi. Aka, bozorga kelib qoldik. Endi ishimiz mushu joyda ayrilib, bu 1 tanga pulga ustoz talab qilgan narsani elish uchun bozor arlab boqayli. Kun o'ltirishdan burun mushu joyda ko'rsa qandoq deysan? Albatta bo'ladi. Lekin menga deb berafkan. Sen bu 1 tanga pulga nima elib, shuncha yo'g'on uyni to'ldirmoqchi bo'layotsan? Nima elishni bozor aylanib aldim bir nima deyli. Aka, bu hajlaydigan pul emas, balki aql sinaydigan pul. Shunga buni intayin muvofiq joyga ishlatishimiz kerak. Bo'ladi amasa, kechda mushu yerda ko'rishaylik. Ma'qul, xo'sh amasa. Bu 1 tangaga nima kela? Ustoz dahi uy to'shqidagi narsalar deydi. Tavakkul qilib bozorni aylanib boqay. Bu intayin qaynoq ham chong bozor ekan. Kichik shogird bozor arlab o'zi setib oladigan eng ahamiyatli narsani izlabdi. Azam bo'p ketdi. Kelinglar, ha, donisi 1 tanga. Kelinglar, elinglar. 1 tanga? Men izlagan bir eg'izlik uyini liq to'shtira oladigan 1 tangalik narsa bu yer ekan-ku. Ustozim bu narsadan cho'qim rozi bo'ladi. Assalomu alaykum usta. Va alaykum assalom. Buning bahosini 1 tanga dedilar. Men birini olay degan. Ha, bo'ladi. Qani og'im bolam. Rahmat sizlarga. Mana bu 1 tangani asla. Rozi bo'lsizlar, ha? Rahmat. Men rozi bolam. Danışman bovayning chong shogirdi bozorning qiziqchiligi bilan bo'lib, ustoz topshirgan ishni unutib qolgan edi. Ajab totib qo'ygan-ku. Kelinglar, ko'miganlar armonda. Kelib ko'ringlar. Ajab qiziqchimayman-ku bu. Hopla, o'yin tomosha bilan bo'lib ketib, ustozdan topshirgan topshirig'ini unutib qoptiman-ku. Bu 1 tangaga nima ma'lumot? Saman sotaman. Qarabmamsiz. Xabvomman. Saman sotaman. Azam bo'p ketdi. 1 tog'ri 1 tanga. Ha? 1 tog'ri 1 tanga? Bu 1 tangaga oladigan narsani topdim. Hoy aka! Av 1 tog'ri somuningizni 1 tangaga bering ha. Ma'qul. Keling ha. Aka, bekkesh qolding-ku. Uni bir dema ukam. Ustoz bergan bu 1 tangani hashlamak uncha o'ng'ay emas ekan. Yura, qaytayli. Chong shogirdga 1 taqar saman setib oldi. Ammo kichik shogird nima setib olganda? Aldirmay turinglar kichik do'stlar. Buni birdaniga kelib bilasizlar. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Qaytib keldinglarmi? Shundaq, qaytib keldik ustoz. Oladigan narsalarni oldinglarmi? Oldik. Yaxshi. Undaq bo'lsa, men sizlarga 2 eg'iz uy tayyorlab qo'ydim. Sizlar chiqib tayyorlik qilinglar. Men birdamdan keyin chiqib, sizlarning 1 tanga pul bilan uyni qanday to'ldirganliginglarni ko'rib boqay. Bo'ladi.
Bu vaqtcha ularning tayyorlig'ini kutib qolgandi. Men kirib ko'rib boqay. Bu uyni sen to'ldirdingmi, bolam? Shundoq ustoz. Sen bir tanga pulga saman setib olibsan. Shundaqmi o'g'lim? Shundoq, lekin uy liq toshdi. Shundoq emasmi ustoz? O'g'il shu. Ammo uyga saman dövelab qo'yish ahmoqonalikda. Yura, eningning setib olgan narsasini ko'rib chiqay. Inim bozordan quruq qo'l kelgandekli qilyotgan. Haqqachon bir narsa ololmadi-ku deyman. Marhamat ustoz. Bu uy qorong'u turdi-ku, o'g'lim. Sen o bir tangaga nima setib olding? Men buni setib oldim ustoz. Chiroq? Jin chiroqi bu. Shundaq, men ustoz bergan bir tanga pulga bir dona chiroq setib oldim. Bu chiroqning nurlari bu qorong'u uyning hamma yerlarini yorug'likqa to'ldirdi. Qoyilman. Yaraysan. Danishmand buvay kichik shogirdining zerakligidan to'limi suyunibdi va shogirdlarga mana gaplarni debdi. Sizlarning qilganlaringlarni ko'rib, ma'lum maqol tamsil esimga kelyotdi. Odam bo'lmasang, aqling bilan, ahmaq bo'lasan, saqling bilan. Bolarim, aql degan narsani ishlatsa, u bir quyoshki butkul jahonni nurga to'ldiradi. Ishlatmasa, u bir xasturki hech nimaga arzimaydi. Balki jahonni pahol qilmoqdan boshqaga yaramaydi. Danishmand buvayning bu so'zi shogirdlarni chonqur tarbiyaga ega qildi. Va shundan keyin texmi tirishib o'rganib, ilm hikmat babida chalpon bo'lib yetishib chiqdi.